Bu qitimliq ders biz amaliy mashq ishlab borayli. Endi buningda hozir bir qizning rasmi turibdi. Chochlari intayin qalaymiqan. Qanday qilib shu taglik bilan shu rasmni ayirib olamiz yoki taglikni keyin taglikni o'zgartirish ilib olaymiz degan chog'da biz tonaldan foydalansak bo'ldi. Bu yerda 3 xil rang bor. 3 xil rangni qanday qilib o'zgartamiz? Masalan, qizil, yashil va ko'k. Biz mesela qilgan chog'da selishtinda eng yaxshi bo'lgan bir qavatni tanlab olib, nusxalab olib, shu tonaldan foydalanib turib mashg'ulot ilib borsak bo'ladi. Masalan, men bu yerda hozir shu qargan chog'da ko'k rangniki eng loyiq deb qaradim. Men buni ko'paytirib olay. Nusxalab bo'lgandan keyin men buningda bevosita olsam bo'lamdi. Avval masalan, men bu yerdagi bevositali kontrol orqali men buni chekib oldim. Ammo shu ham uchurlarni tanlandi. Men shu aslidagi rasm berib turib, keyin maskalatsam yoki o'yib avatsam bo'lamdi deb qaradim. Masalan, men bu yerda bevositali delete belgisini besib, o'chirib ekanligini. Bu yerda hozir quluploqliq boshqa shu chiqdi. Men buni o'chirib turib, bevosita delete'ni bosgan chog'imda hozir qanday bo'ldi degan chog'da siz diqqat qilsangiz bo'ldi. Nurg'un rasmda keyin tagliklar suzuk o'tib ketdi. Bu nima degan chog'da biz oldin qitim so'zildik. Qancha qarga moyil bo'lsa, shuncha suzuk, qancha oq bo'lsa, shuncha suzuk emasligini ifodalayotganini bildirdik. Endi asliga akagan chog'imiz shuni qarsak bo'ldi. Men buni shu qora va oq munosabat akilish uchun kontrol bilan oyni bossam kunuktasidagi ayarni bossam bo'ldi yoki shu rasm qilib tangshashning ichidan men buniki ta'tini tanlayman degan qilsak bo'ldi. Men diqqat qilsak bo'ladi. Qancha qora bo'lgan yer shuncha suzuk. Qora bo'lgan yerlar suzilib ketdi. Hatto mushalarmi suzilib ketganini ifodalaydi. Mening maqsadim nima degan chog'da, shu qora bo'lgan yerlarni oq qilsam, suzilmaydigan ekansamni bo'ladi. Men buni qilish uchun aslidagi rasmni eklay. Aslida ekaldik. Ekalgandan keyin men shu ko'k rangni qaytadan bir nusxalab olay. Men bu yerda bevosita ismini qo'ymay o'zgartirib olgandan keyin qanday qilaman degan chog'da men buni kontrol bilan I harfini bosdim. Bundan boshqa aslidagi rasmdan foydalanib turib, tanlash qurollaridan qolgan quroldan foydalanib turib, men bu yerdan tanlab olay. Bizga kerakli bo'lgan doiralar cho'qim suzuk bo'lmaydigan holatlar misol. Men bu o'chirish olib belgisini besib turib, hammalar tanishilay, undan keyin kichik yerlarni diqqat qilay. Ammo shu ayollar cho'qim oq holatda bo'lgan rayonlar. Men asliga rasm kirdim, men bu yerda bevosita oq holatda bo'yib o'tay. Butunlay oq holat eklib, undan keyin alt bilan delete'ni bosdim. Undan boshqa mushodatlarni men bo'yib olsam bo'ladi. Men bu yerda bo'yoq orqali bo'yash ilib olsam bo'ladi. Ta'sir qilmagan rayonlarning hammasini men bu yerda butunlay buning kelimasining 100% ekilib turib, bo'yashni ilib boray. Bo'yatdim. Buni siz qancha tafsili qilsangiz, shuncha yaxshi chiqadi. Endi ba'zi rayonlarni bo'yitib qolsam, keyin kelgan chog'da suzilgan yerlar suzilmay qolmasin deb qo'yishim mumkin. Bu yana qanday qilman degan chog'da men buningki shu qavat tonini tanlab olgandan keyin rasmni tangshakning ichida men buningki egri sizliq munosabat orqali qiynaqlik darajasini qilsam bo'ldi. Qora rangni texim qora, oq rangni texim oq holatga kelsak bo'laverdi. Undan boshqa qaysi holatlar bor degan chog'da, masalan, men shu rasmdan so'ng tangshakning ichidan shu rang darajasi deganda, men o'ng so'l surish orqali qora yerni texim qora qila olaman, oq yerni texim oq qilib ekla olaman. Endi muvofiq deb qaragan bo'lsam, o'shni bo'lgandan keyin jazmlashtirib, men mo'shadan tanlab turib, shuningdan hozir o'z tanlangan holatda aslidagi rangga berib turib, men buni bir maskalab olsam bo'ladi yoki ayirib olsam bo'ladi. Men bu yerda bevosita maskalay, maskalash uchun tez maskalash qavat belgisini bossam bo'ldi. Hozir keyin taglik suzilib ketdi degan gap. Bitta diqqat qilsangiz bo'ldi, bu yerdagi sayısini aytdi suzuk holatda uzilganligini bilalaymiz. Men buningga bir rasm kirsam, keyin taglik kirsam bo'laverdi. Kirib bundan keyin o'rnini almashtirdik. Qanchada ana bu holat biz keyin taglikni o'zgartirgan holat. Bu tonalninki muhim rollarini mushohada qilib. Agar siz qancha inchik qila olsangiz, shuncha tabiiy va chilliq oyil bo'ladi.